IELTS o'zi nima uchun kerak va kimga kerak? Hayotiy planlaringizda IELTSga o'rin yo'q. O'zingga nima yoqsa, ya'ni qaysi senga to'g'ri kelsa, qaysi senga prefer bo'lsa, o'shani tanlab turib, lekin to'xtab qolmang sizda. To'xtab qolmang. Xuddi shunaqada Shuncha vaqt oldim, misol uchun 6 oy, 7 oyda 5,5 oldim deydi. Xo'p, agar sizga ball kerak bo'lsa, ertaroq boshlang edi. Kim sizni yo'ldan urdi? birinchi topgan odamga men o'zim shaxsan o'zim sovrin beraman, konkurs kitob sovg'a qilaman. Faqat bu kitobni nomini aytmayman. Qimmat kitob bo'ladi. Anchagina. Men o'sha o'qituvchilarni shikoyatimga bitta sabab bo'lgan. Bu til hech qanday bu kasb hunar emas. Bu shunchaki odamlarni muloqot qila oladigan narsa xolos. O'qituvchisiz yetib olish mumkinmi? Self study qilib. Preview. Menimcha boshlandi. Mhm. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Mana bizni rasmiy ravishda birinchi podkastimiz o'zining ish faoliyatini boshladi. Demak, birinchi bizni mehmonimiz, mening do'stim, mana xudo xohlasa tanishganimizga mana 5-yil ketyapti ekan. 5 yildan beri shu bola bilan tanishmiz, ancha yaqinmiz, qadrdonmiz. Ahadbek janoblari, mana Ahadbek bilan 2021-yil abituriyentlik paytimizda tanishganmiz. O'sha paytdan beri bordi keldimiz bor, do'st sifatida anchagina nima deydi loyihalarda umuman ah, o'sha noldan ko'tarilayotgan edi bo'ladi haligi episod shunaqa do'stlarligi noldan ko'tarilayotgani bir birini ko'rib shunaqa bo'ladi hozir aynan men shunaqa transformatsiya jarayonini ko'rgan и men ham bu bolani hozir shunaqa jarayonni ko'rib turgan yigitman. Ho'p, bu bolani endi sizlarga haqida gapirib beraman ozgina. Bu bola ingliz tilidan dars beradi, alsdan masalan ingliz tili mutaxassisi to'g'risi. Biz abituriyentlik paytimizda ham nima deydi rosa bahs bo'lardi, men birinchi o'rinda olardim обязательно. Xullas, xullas, shunaqa musobaqalarda xullas bu bola zo'r edi ingliz tilidan. Xullas mana vaqt o'tib ingliz o'qituvchi bo'ldi. Adashmasam bir mingga yaqin o'quvchi o'qitdi. Bu bola ham ancha qo'lida o'quvchilari bo'ldi. O'quvchilari ham juda ham bir nima deydi natijalarga ancha chiqarib qo'ydi. Bu juda ham katta natija. Xullas, bugungi savollarimiz полный ingliz tili mavzularida bo'ladi. Marhamat, Ahadbek o'zingizni bir tanishtirib, salomlashib deydimi? Assalomu alaykum barchaga. Nazarbek, rahmat chaqirganingiz uchun. Xudo xohlasa ingliz tilidagi barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Kecha mubolag'a qildi. Ja, ingliz tili unchalik kuchli emasmiz. IELTS balimiz 7. O'zim bitta narsa, faqat ingliz tiliga emas, o'zim to'g'risi tillar o'rganishga judayam qiziqaman. Misol uchun rus tili, ingliz tili, nemis tili va boshqa barcha tillardan ham ba'zan bor. Ya'ni elementary darajadan desam bo'ladi. Rus tilimcha ko'proq. Shu qisqacha. Zo'r, zo'r. Kamtarlikni ham yaxshi qiladi bu bola. Sezgan bo'lsanglar, yo'q. Bu bolada nima deydi? Ochig'ini aytaman, masalan, shaxsan o'zimda bitta sohaga qiziqish bo'lib qolsa, o'sha sohani ichiga nima deydi? O'zimni olib kirsam ham, haligi nima desa bo'ladi, haligi qattiq olib kirib yuboradigan deydi, o'shunaqa darajada olib kirib ololmayman. Unaqa darajaga olib kirib olishim uchun menda anchagina vaqt kerak bo'ladi. Ahadbekda lekin men qoli qolgan tomoni, masalan, bitta ishni boshlasa, o'shani zo'r qiladi. O'sha oxirigacha mukammal qilishga harakat qiladi. Shu tomonni hurmat qilaman, zo'r, shu tomonni chotki. Masalan, ingliz tilida bo'ladimi, biz misol uchun o'sha paytda ona tili bilan ham bo'lardi. Ona tili shu tomonlardan ham o'sha fanlardan yaxshi kirishib ketardi. Ho'p, Ahadbek sizni bu yerga chaqirishdan asosiy maqsad bu ingliz tilida shaxsan o'zimni kuzatilayotgan va atrofimni kuzatilayotgan muammolar haqida asosiy suhbatlashish. Mavzuyimiz aynan mana shu ingliz tili haqida bo'ladi. Demak, birinchi sizga savolim, keling mavzuni ochib olaylik. Birinchi sizga beradigan savolim, IELTS o'zi nima uchun kerak va kimga kerak? Nima uchun masalan hamma bizlarga o'ylaydi, IELTS olish kerak, IELTS olish kerak deydi. O'zi rostdan ham shu IELTS arziydimi? Shunaqa darajada yonib kuyishga arziydigan narsami? Mhm. Arziydi. Albatta bu sizni kelajakdagi planlaringizga bog'liq. Ya'ni hozir O'zbekistonda oladigan bo'lsak, hamma davlatga bejiz chiqolmaymiz. Shu sababli asosan yoshlar qatlamida IELTSni ovoz judayam oshib boryapti. Statistikalarga qaraganda 2021-yildan beri IELTS topshirgan soni 5 barobar oshgan. O'zbekiston judayam yuqori ko'rsatkich. Ya'ni 100 mingtamikin 80 mingta aniq son bilimni 24-yil topshirgan. Bu judayam katta sonlar. Va yoshlar orasidagi surish kerak degan challenge как будто bo'lyapti. Va
student vizalariga asosan IELTS kerak. Shuning uchun ko'pchilik IELTS olib ketyapti. Agar sizni hayotingiz planlarida misol uchun ingliz tili e, misol uchun kerak bo'lmasa, misol uchun IELTS bo'lmasa, faqat ingliz tili o'rganishingiz kifoya qiladi. Misol uchun siz oladigan bo'lsak, siz sohangizda misol ingliz tili kerak, sizga IELTS kerak emaslik. Sizda ingliz tili bilishingiz kerak. Siz muloqotda bo'lsangiz bo'ldi. Ya'ni sizda hayotiy planlaringizda IELTSga o'rin yo'q. Men uchun misol uchun hozir men Koreyada bo'lsam, Janubiy Koreyada meni bu yerga kelish uchun IELTS ishlagan, ya'ni rol o'ynagan. Bu men uchun kerak edi. Shu sababli. Ya'ni hayotiy maqsadlaringizga qarab kerak bo'ladi yoki bo'lmasam kerak bo'lmaydi. Tushunarli. Aytgancha bu ma'lumotlar esdan chiqib qolibdi. Hozir bu bola Janubiy Koreyada o'sha magistraturani bosqichini o'qish uchun jo'nab ketganlar va yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak. Rahmat aytaman. Nimaga? Chunki hozir Koreyada erta tong adashmasam to'g'rimi? Shunaqami? O'sha tong otyapti, sahar bo'lyapti. Bizda soat hozir 11:30, Yo'q. kech 11:30. A, lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan podkastga rozilik bildirib, xo'p deb, mayli deb rozilik bildirdilar. Buning uchun sizga katta rahmat. Xo'p, qarang mana IELTS kerak emas deyapsiz. Mana yana bitta savol bor. Mana masalan, ba'zilarda nima deydi, ko'pchilik IELTSdan 5,5 olsa ham xafa bo'lib, hali xuddi bu dunyo ko'zlariga tor bo'lib, hali hech narsa hayotiga miyaga ham sig'may ketib qoladi. Bu narsa o'zi qanchalik rost? Masalan, 5,5 ham o'zi juda ham past ballmi o'zi? Juda ham past tabaqa qilib qarash kerakmi bu balga? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, 5,5 zo'r bor. Bitta IELTS instruktori gapi bor edi, o'zbekistonlik. Yo 5,5 oylar yoki bo'lmasa 7 oylar deyardi. Nimaga desa, 5,5da siz davlat imtihonlariga kirish uchun yetadi. Va bu 5,5 bu mировой standart. Yani dunyo bo'yicha standart o'sha. Misol uchun hamma universitetlar 5,5dan boshlab qabul qilishni boshlaydi. Deyarli misol uchun 90%lar. 5 dan qabul qilganlar bor, lekin ko'pi 5,5. 5,5 zo'r bor. Yo'qotib 7 olish kerak, pulni qaytib olish kerak O'zbekistonda. Lekin 5,5dagi o'quvchi misol uchun u davlatga borsa, bemalol salomlashib, u bilan gaplashib keta oladi. Mukammal bo'lmasa ham. Shuning uchun 5,5 standart qilib qo'yilgan. 5,5 asli zo'r ball. U sizni misol uchun universitetga kirishingizga yordam berdimi, o'zi chet elga chiqishingizga yordam berdimi, o'zi uchun yetarli darajada. Va siz ingliz tilini tashlab turib boshqa yoqqa bemalol o'tsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, bizdagi maqsad, men o'sha o'qituvchilarni shikastlangan bitta sababiga, bu til hech qanday bu kasb hunar emas. Bu shunchaki odamlarni muloqot qila oladigan narsangiz xolos. Tushundingizmi? Bu kasbmi? Misol uchun sizni sohangiz SMM bo'lsa, SMM bu soha. Ingliz tili soha emas. Faqat nima deydi? Odamlarni muloqot qilishning yo'li bir. Shuning uchun men chiqib ketganman. Ya'ni sohamni o'zgartirganman. Men boshqa sohaga kiraman deb. Shuni tushunmay ketganman. Bu 5,5 olgandan keyin xafa bo'lish kerak emas, bo'ldi. Siz maqsadga erishdingiz, chet elga chiqadigan balingiz bor, o'qishga kirgan balingiz bor va asosiy sohaga fokus qaratish kerak. Tushunarli. Juda ham zo'r fikr bildirdingiz. Hozir menimcha ko'pchilikda nima deydi, o'ylab yurgan savoliga nimasini aytishadi haligi bizda ham bor haligi, yo'q endi u qanaqa, masalan ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Masalan, yoshi katta insonlarimiz, ota-onalarimiz haligi 5,5 chiqsa ham ular xafa bo'lib qoladi-da, chunki ular masalan biz o'rgatib qo'yganmiz, jamiyatda o'rgatib qo'yganmiz, to есть 5,5 ham haligi past ball bo'ldi, hech narsa yetmaydi, u bo'ldi, haligi tark dunyo qilish kerak deb. O'shani hisobiga ba'zi ota-onalar ham o'ynaydi, masalan 5,5 6 ball juda ham past ball deb hisoblashadi, lekin uni ortida qanaqa mehnat yotishini, haligi kechani kecha kunduzni kunduz demay o'qish kerakligini ko'pchilik tushunmaydi. Nima deydi? Jamiyat tomonidan baribir bu bizda haligi IELTSga bo'lgan qarash, bunaqa qarash baribir o'ylayman sal yuqoriroq, balandroq deb o'ylayman-da. Fikr. Shaxsiy menda. Ya. Bitta narsada asosan past ball deydiganlar bu ballni olmaganlar hisoblanadi. Misol uchun o'qituvchi o'quvchi 5,5 bo'lsa, obязательно xursand bo'ladi, chunki 5,5 ham natija 5dan ko'ra yaxshiroq natija. O'qishlarimga aytardim, IELTS topshirishdan ustoz past ball chiqib qolsa-chi deyardi. Men aytardim, masalan tushuninglar, 5,5 degan ball bor. 6 degan ball bor, 7 degan ball bor. Ularni har bittasini kimdir olishi kerak. 5,5 degan ballni kimdir olishi kerak. Tushunasizmi? To'g'ri. Qo'yib mana shu 7 ni kimdir olishi kerak, 8 ni kimdir olishi kerak. To'g'ri. O'sha uchun chiqqanda. To'g'ri, lekin bu fikringiz ham. Yana bitta savol, mana bu savolim endi dangasa o'quvchilarga shaxsan o'zimga ham tegishli.
Ha, uyga vazifa qilishni xohlamaydigan, endi qanaqa ma'noda? Yo'q, ingliz tilini o'rganishni xohlaydi va rivojlantiryapti ham, ingliz tilini kursga boryapti, lekin dars qilishni xohlamaydigan, haligi darsdan zerikib qoladigan, dars qilsa vokabulyar yodlay olmaydigan, shu umuman dars qilishga xohishi yo'q bo'lgan o'quvchilarga nima tavsiya qilgan bo'lasiz? Ya'ni ular qanaqa qilib ingliz tilini rivojlantirsa bo'ladi? Qanaqa yo'llar bilan, qanaqa uslublar bilan, o'zingizni bir keysizdanmi yo o'zingizni o'quvchilaringiz misolida? Yo'q, bu savolni ingliz tiliga bog'lamaylik. Misol uchun deylik, siz SMM sohasida zo'r bo'lishni xohlaysiz, lekin harakat qilishni xohlamayapsiz. Mhm. Shu narsa bo'lyapti-da hozir. Siz deylik, moshina minishni xohlayapsiz, a, borib turib qoida kitobni yodlamayapsiz, o'qimayapsiz. No, Bu bundan xuddi shunaqa narsada. qochib qutulish iloji yo'q, baribir o'zini ustida odam ishlash uchun o'qish kerak, o'rganish kerak. Ha, boshqa yo'li yo'q. Hamma Bitta motivatsiya shu. Misol uchun, agar to'xtatmoqchi bo'lsang, nimaga boshlaganingni esla. Da, to'g'ri. To'g'ri, o'qiysan, to'g'ri. Keyin Boshqa yo'li yo'q. Keyin a, bitta narsa vokabulari yodlash degan narsa. Men shu narsaga chuqurroq kirmoqchiman. mhm, A, Language learning degan narsa bor. Ya'ni tillarni o'rganish. Keyin language acquisition degan narsa bor. Tillarni egallash. Sizga tushuntirib bergan bo'lsam, learning degani siz darsga borasiz, so'z yodlaysiz va o'rganasiz. Acquisition bo'lsa tabiiy muhitda o'rganasiz. Misol mhm, uchun o'sha inglizlar orasida anaqa qilib, yashab o'rganadigan hech qanaqa darslarga bormaysiz, videolar ko'rib, sekin-sekin o'rganadigan protsess. mhm, Tushundingizmi? mhm, Men O'zbekistonda haliga language acquisition zo'r deganman va bu yerga kelib turib language learning zo'r ekan deyapman. Ya'ni siz qarang, ingliz tilini o'rganyapsizmi? Siz O'zbekiston o'zi zo'r o'qing, bu yerda hech qachon baxtsiz bo'lmaydi degan ish. mhm, Mening kars tilim misol. Misol uchun men karslar bilan yuribman, karslar men gapiradi, ularga men gapirishga harakat qilaman, lekin so'z yodlamasdan men har kuni so'z yodlayman kars tilida. So'z yodlamasdan umuman muloqot qilib bo'lmaydi. mhm. So'z bu har bitta tilning fundamenti. To'g'ri bo'lyapti. Обязательно yodlash kerak, обязательно jiddiy qarash kerak. Xo'p, balini o'stirmoqchi bo'lgan insonlar oramizda juda ham ko'p. Masalan, 5,5 olgan, 6 olgan, 7 olgan insonlar juda ko'p va ular balini o'stirmoqchi. Ular ko'proq nimaga e'tibor qaratish kerak, qanaqa narsaga, qanaqa skilllarga urg'u qaratish kerak. Ular ingliz tilini o'rganadi, kursga boradi, nimasi bo'ladi, o'sha hamma uyga vazifalarni ham joyiga qiladi, lekin yana nimasi bo'ladi, tashqi muhitdan demoqchiman. Tashqi muhitdan ya'ni nimalarga e'tibor qaratish kerak? O'zini ya'ni nimadan nima deydi haligi olib qochish kerak deydimi yoki bo'lmasam chiqarib tashlash kerak o'zidan, ya'ni shu narsani nima narsalarni tavsiya qilgan bo'lasiz, masalan, tashqi muhitdan, tashqi olamdan Okey, bunga ham chuqurroq kiramiz menimcha. Mhm, Birinchi pasport chiqib qoldi va uni o'stirmoqchi. Pasport chiqib qoldi, uni o'stirmoqchi. Ikkita holat. Birinchisi, qisqa vaqti bo'lgan. Shuncha vaqt oldim, misol uchun 6 oy, 7 oyda 5,5 oldim deydi. Xo'p, agar sizga balki kerak bo'lsa ertaroq boshlang edi. Kim sizni yo'ldan o'tdi? mhm. To'g'rimi? To'g'ri. Siz misol uchun qisqa vaqtda olgan bo'lsangiz. Xo'p, ikkinchi holat yaxshi o'qimagan. Unga kerak bo'lsa yaxshiroq o'qing edi. Uzoq o'qigan bo'lsa ham. Eng yomon narsa regret in the end deydi. Ya'ni so'nggi pushaymon degan. Ana shu narsa hayotdagi oltin qoida bo'lishi kerak. Har bitta, nafaqat o'quvchi emas, hamma uchun. Ya'ni deylik, siz 5,5 oldingiz va afsuslanyapsiz yoki bo'lmasa 5 oldingiz deylik. Siz afsuslanyapsiz. Ota-onangizga qanday qaramay o'qishga kira olmayman yoki bo'lmasa o'qishdan yiqildingiz. O'qishga kira olmadingiz. Siz yaxshiroq o'qisangiz bo'lardi. To'g'rimi? To'g'ri. Yaxshiroq o'qisangiz bo'lardi. Kira olardingiz. O'ylang, siz qiyomat bo'ldi, siz turibsizda yaxshiroq yashasangiz bo'lardi. Bu ham xuddi shunaqada. Oddiy qoida, hammasi ingliz tili ham oddiy qoida mana shu. O'zi hamma biladi yaxshi o'qish kerakligini va balni yana oshirmoqchi.
O'zi nima desa bo'ladi? Bu savol. Keyingisi, Mhm, gapiring. ne bo'ldi? Bemalol gapiring. Yo, o'zi masalan bunday olib qarasak, insoniyat gapingizni bo'lib qo'ydingiz. Nima qilishni juda yaxshi bilamizda biz, haligi rivojlanish uchun nima qilish kerak masalan. Ha, Bilamiz, da. lekin haligi baribir bo'ladi, haligi nimadir yo'li borda, osonroq yo'li deydi-yu, haligi masalan. Nima qilsam osonroq yo'li borda, shunga haligi intilamizmi, qidiramizda, baribir holimiz mumkin. Lekin bilamiz masalan, nima ish qilsak, qaysi joydan ish qilsak pul kelishini ham bilib turamiz. Mana shu ishni qilsam pul keladi deymiz, lekin qilmaymiz. Da. Oson yo'l qidirib qolamiz. Shunday bo'lyapti. Shunaqa. Xo'p, keyingi masala tashqi tarafdan nimalarni yo'qotish kerak? Ya'ni iqtisodiyotda bitta tushuncha bor, xarajatsiz harakat nolga teng. Siz xarajat qilmasangiz sizga tushum bo'lmaydi. Hmm. Bunda ham xuddi shunaqa siz vaqtingizni berasiz va o'rniga biror narsa olasiz. Menga misol uchun yoshi katta o'quvchilar kelardi, ishi ko'p, kunduz bilan ishda yuradi, Mhm. oilasi bor, farzandlari ularga qarash kerak, dars berasiz, qilmaydi. Chunki vaqti yo'q, rostdan ham vaqti yo'q, lekin o'rganish kerak, keladi darsga. Majburan. Xo'p, siz o'sha kunlik tarzga kiribsiz, nima vaqt topmayapsiz? Nimaga boshladingiz bo'lmasa? Keyinroq boshlanadi. To'g'ri, To'g'rimi? to'g'ri, to'g'ri. Xo'p, undan keyingi masala, misol uchun bizni yoshimiz yoki bo'lmasa bizdan kichkina yoki maktab o'quvchilari bor. Ularda bir sevgi degan tushuncha bor. Va sevgilisi bilan kechasi bilan gaplashib chiqish kerak. Tunni bevor qilish kerak. Yo'q, mana masalanchi qarangda, mana sevgini foydasi yo'qmi deylik. U qiz ham ingliz tilini biladi, yigit ham ingliz tilini biladi. Haligi speaking qilsa, hello girl, what's up? Yo'q. Shunaqa deyishadi. Ko'pchilik o'zi bunday qarasangiz, o'zi aslini olganda u narsani foydasidan ko'ra zarari ko'p. Aniq bu, Siz aniq. taroziga qo'ysangiz, foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Bitta zo'r hikoya bor. Bitta sharqonli qiz, ular o'quv markazi nomini aytmayman, o'quv markazi hamma biladi. Mhm. O'quv markazida siz ham o'qigansiz. O'sha qiz o'sha joyga boradi. Do'lanli bola, ya'ni Sharqon Do'lan MFdan bitta bola, u qizni yaxshi ko'rib qolgan va yaxshi ko'rib u qiz borayotgan kursga borgan. Sharqonda bo'lyapti mana shu voqea, Andijonda. Ana shu holat. Borgan, ikkalasi tayyorlanishgan. Haligi qiz anchadan beri tayyorlanib turgan bo'lgan. Haligi bola 7-8 oy tayyorlangan xolos. Imtihon bo'lgan, qiz qolib ketgan, bola o'qishga kirib ketgan. Voy. Voy. Haligi Yo'q, bunaqa bilasizmi? tanish holat bo'lgan. Endi o'zim shaxsiy hayotimda emas, atrofimdagi yaqin do'stimda shunaqa holat bo'lgan endi. Lekin unda boshqacha situatsiya bo'lgan. Endi unda sevishib yurmagan, отношение qilib yurmagan. Просто o'sha siz aytgandek kursga borgan, o'sha qiz borgan kursga borgan. Borgandan keyin nima qilgan? O'sha qizga qarab, nima deydi, ko'rgan, borgan, haligi past qolib ketmaymi, gruppada qolib ketmaymi, yaxshi ko'rinishim kerak, haligi zo'r bo'lib ko'rinishim kerak deb harakat qilib, shu bola nima deydi, gruppada birinchi o'rin darajaga chiqib qolganda shu bola, shu raqobat sifatida yutib turib. Demoqchi bo'lganim, lekin gaplashib yurish absurdni men ham qoralayman, bu yaxshi narsa emas, bu har tomondan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bolalarini ko'rayotgan bo'lsalar, u anaqa qidirmanglar o'zlari, Polshaga qidirmanglar, men speaking qilaman deb o'tirmanglar, u foydasi yo'q, qo'yinglar. Sizlarga 21 yosh katta inson sifatida aytyapmiz. Shunaqa, xo'p. Ya'ni xulosa qisqa vaqt Mhm. vaqtingizni berasiz va bir narsa olasiz. O'zingiz harakat qilasiz. Shunaqa bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. To'g'ri, harakat, xarajatsiz harakat nolga teng, to'g'ri. Yodimdan qoldi ham, mayli. Alright. Nimaga O'zbekistonda writing past olishadi? O'zi butun dunyoda writing pastmi? Past oladimi odamlar? Yo, aynan O'zbekistonda olishadi. Bunga asosiy sabab nima? Rostdan savollar qiyin tushishimi yoki o'zbeklar, endi bu o'zbeklarga tekis tushib emas, ya'ni haqorat emas, просто biz rostdan ham fikrlash doirasidan sal boshqalarga qaraganda sal pastroq yozamiz yoki bizga rostdan ham qiyin testlar beradi writing. Nima uchun O'zbekistonda past deb o'ylaysiz? Mutaxassis. Writing ko'pchilikda past, dunyo miqyosida hammada emas, ya'ni ko'pchilikda yozish qismi past turadi. Bu fakt. Xo'p, misol uchun ba'zi insonlarda baland, menda
speakingimdan ko'ra writingim bir bal yuqori bo'ladi. Meni writing o'zi Telegram kanal bitirdim, hozir berib yuborganman. Meni writingim speakingdan, ya'ni gapirishimdan ancha baland yuradi. Bunaqa insonlar ham bor. Misol uchun men gapirishdan ko'ra yozishni yaxshi ko'raman. Ikkinchi masala, biz O'zbekistonda deyapsiz, IELTSdagi topiklar, ya'ni writingda ham speakingda topiklar, biz kundalik hayotimizda uni gaplashmaymiz deydi. Nimaga desa, misol uchun oila davrasida global ishni gapirmaysiz siz, yoki bo'lmasam yoshlarni jinoyat qilishini oila davrasida gapirmaysiz. Bizni oila dasturxonimizda qo'shnimizni qizi sochgan haqida gapiriladi. Oddiy shunaqa masalada. Umuman olganda writing pastroq yuradi. Sababi ko'pchilik xohlamaydi yozishni. Yozishga ko'ra gapirish ko'proq odam nima deydi, afzalroq ko'radi va writing yozish uchun nisbatan ko'proq vaqt kerak. Shu vaqtni uzoq qo'yadi. Chunki rasmiy yozish kerak. Rasmiy so'zlar, rasmiy iboralar, praktika, misol 1 soat, 1,5 soat, 2 soat kuniga shug'ullanib, ustozga tekshirish kerak. Ko'proq vaqt topmaydi. Menga ham ko'p 1 yil vaqtim ketgan. 1 yil faqat fokusni men o'zim aytganman. Men writing bo'yicha bitta kanal ochaman va writingni qilaman. O'zim writing marafoniga qatnashib, writing yozib, o'qituvchilarga tekshirtirib, har kuni kunora qilib, 1 yil 2024-yil men uchun writing yili bo'lgan. To'g'ri, Writing Daily degan kanal ham ochgansiz. Ancha ona qilib writing yozib yurasiz. Writing Galaxy. Writing Writing Daily, Galaxy. uzr. Shunaqa, to'g'ri. Haqiqatan ham men ham o'zim shaxsan o'zimdan suhbat qilsam, writing o'stirmaganman ham, yozmaganman, yozganmanmi, просто xohlamaganman. Chunki birinchidan o'ta darajada o'ylab o'tirish kerak edi. Ma'lumot top, ya'ni yoz, grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak bir narsa. Shuning uchun bor e'tiborimni reading, speaking, listeningga berganman. Writingga deyarli e'tibor qilmaganman. Shuning uchun writing hozir balim nechiligini ham bilmaganman ochig'i. Diqqat topshirib ham, qiziqishga ham topshirib ham ko'rmaganman. Ayniqsa shu tomondan qiynalganman juda ham ko'p. Xo'p, endi Fikr jihatdan, ya'ni uzr gapsiz, fikr jihatdan ko'p yozasiz, ko'p artikl o'qiysiz va bitta, misol uchun topiklar o'zi 20 ta, 30 satr xolos o'zi. Umuman IELTS uchun topiklar. Sizni topik ko'rganda sizni o'zi fikr keladi обязательно ko'p yozganingizdan keyin. Hech kim o'zidan fikr o'ylab topmaydi. Hamma birdan o'g'irlaydi tepadagilar. Shuni biling. Asosiy fokus shunda. Nimaga? Ko'p yozilmagan hamma topik yozib ko'ring-da. Keyin oson bo'ladi, fikr keladi. Tushunyapsizmi? to'g'ri. O'zi hamma, men misol men yozadigan bo'lsam, menga task tushadigan bo'lsa, menda topigim bor. Menda shu topikka fikrim bor. Hamma bir-birini o'g'irlaydi. Hech kim o'zidan yangi o'ylab topmaydi. To'g'ri. Menimcha. Shunaqa, to'g'ri. Artikllarda ham lekin yaxshigina foydasi bor. O'zimda sezganman. Ya'ni o'qisangiz, haligi endi bizga shunaqa bo'lgan, topshiriq bo'lgan o'qituvchimiz tomonidan o'sha artikllar berilardi. Har darsda artikllar bo'yicha vokabulyar layotlarda o'sha artikllar chiqqan, undan tashqari o'sha artikllar bo'yicha qanaqadir gap, sentence o'sha mavzular bo'yicha tuzib borardik so'zlar. Haligi o'qiganingiz sari, haligi nima deydi, o'qiganingizdan keyin tushunish boshlaysiz ekan. Yangi so'zlar chiqqandan keyin o'rganib, hali tahlil qilib, ketaverasiz ekan, o'qib, hali qiziqarli bo'lib ma'lumotlar. U artikllar ham oddiy artikllar emas, haqiqiy ilmiy, o'sha BBC, o'sha mashhur jurnallar, mashhur ilovalardan olingan anaqalar bo'lardi. Haqiqatan, lekin men tavsiya qilgan bo'lardim ko'proq o'sha artikllar bilan, umuman maqolalar, matnlar bilan ishlash, lekin ingliz tilida o'ylash bo'yicha anchagina oshirib beradi. Yana bitta savol. Musiqa ingliz tilini oshirib bera oladimi? Ya'ni musiqa eshitish, kino ko'rish, shunga o'xshagan narsalar ingliz tilini oshiradimi? Ba'zi bir o'qituvchilar aytadiki, yo'q, bu oshirmaydi, bekor vaqtni sarflaysan, nima qilasan, undan bor vokabulyar yodlasang shundan foyda deydi. Qanchalik gap o'rinli va o'zingizni hayotingizda yordam bergan musiqa va kinolar? Xo'p. Ingliz tilida bitta qoida, hammaga tushadigan bitta texnika yo'q. Shunda bitta texnika borki, hammaga tushadi degan narsa yo'q ingliz tilida. Menga o'zim shaxsan o'zim musiqani uncha xush ko'rmayman. To'g'ri eshitaman, ba'zida lekin ko'p naqa qilmayman. O'zbek tilida, ingliz tilida. Xo'p, shu sababli men o'zim musiqadan topmaganman. Men o'zim ko'proq podkast eshitardim. Misol uchun suhbatlar, siz bilan men qilyapman, xuddi shuni inglizcha variantini eshitardim, kinodan ham ko'ra. Chunki men kino ham kam ko'raman. 4 ta kino bor men ko'radigan, ana shuni har yil qayta ko'raman. Xo'p,
Men o'zim o'quvchilarimni bir ikkitasini bilaman, haqiqatda musiqani yaxshi ko'radi va IELTS instruktorlaridan bir ikkitasini taniyman. O'zi musiqadan uni misol uchun so'zlar bir-biriga ulanishini, connected speech deydi, ulanishlarini, qo'shiqlar aytib, talaffuzini, speakingini oshirgan odamlarni o'zim bilaman. Va Hmm. kino bitta amakimni o'g'li bo'lardi, o'zim o'qitganman, IELTS 6 olgan. O'sha listening 6,5, qolgan hammasini 5,5 olganda. Hmm. U o'zi kuniga 5-6 kino ko'rardi o'zbek tilida. Men aytganman, universitetga kirgandan keyin darajasi pre-inter edi. Sen deganman, to'xta, ingliz tilini senga tashlab beraman, subtaytl bilan ko'r. Kuniga ishonsangiz, yangi chiqqan kinolarni menga tashlab beraman. U ko'rib chiqadi. Bir kuni 4-5 ta kino ko'radi kechasi bir. Voy voy. So'z yodlamaydi, faqat suhbat sattorga qaraydi. O'zi ham maza qiladi. Men aytaman, bitta kinoni hamma so'z yodlan, 5-6 so'z yodla. Hmm. Lug'at boyligi oshadi. O'sha misol uchun 2 oy kino ko'rib har kuni ko'rib listening 6,5 chiqqan. Qolgan hammasi 5,5 chiqib, overall bari 6 chiqqan. Hmm. Bilasizmi, kinodan ham, musiqadan ham, podkastdan ham a, oshirganlar bor. To'g'ri. Mana shu gapingizga qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Ya'ni nima? Rostdan ham shaxsan masalan o'zim musiqalarni yaxshi ko'raman. Aa, Va shuning uchun ko'p musiqa eshitganim uchun nima deydi? Inglizcha musiqalar eshitib shu listening ham nima deydi? Hatto aa, speakingim anchagina o'sganda. Demoqchi bo'lganim, qaranglar, men o'zim mana bitta real case'imdan o'zimdan shaxsan masalan misol. Men tarix ingliz tili o'qib universitetga kirganman. Ingliz tilidan 15 ta eshitganman, ingliz tilidan 15 ta to'g'ri eshitganman, 20 tadan 15 ta eshitganman. Lekin shunaqa bo'lsa ham men ingliz tilini tushunmaganman, ya'ni grammatik jihatdan, boshqa jihatdan men ingliz tilini tushunmaganman. Nimaga deydigan bo'lsak, o'tirardim, просто texnikalarni o'rganardim. Hali tubini bilmaganman-da, Ahadbey, rostdan tubini men tushunmaganman. Oddiy tubini, present perfect desa men ham siqilardim. Bu present perfect. Просто biz o'rganganmiz qoidani, grammatik qoidani o'rganganmiz. Hali Adan keyin bir keladi, hali imtihon topshirasiz, test imtihon topshirasiz masalan. Xuddi shunaqa bo'lgan. Mana faqat so'zlarni aniq yodlab chiqqanman, test savollarini как yodlagandek bo'lganman. Xullas, keyin universitetga kirdim. Mana speaking ham hech narsam yo'q edi ingliz tilida. Ishoninglar, ko'rsam ham tushunmasdim. Mana Ahadbeylardan oddiy misol. U janjallar qilsa ham men ingliz tilini o'rganmaganman. Universitetga kirdim, endi iloji yo'q. Ota-onamni taklifi bilan ingliz tilini o'rgan dedi. Xullas, Toshkentdagi o'sha international o'quv markaziga kirdim. Kirganimdan keyin to'g'risida u yerdagi muhit shunaqaki, ya'ni nimaga, qanaqa sen ingliz tilini o'zing xohlaganda o'rgan deydi. Ya'ni nimani xohlaysan? Kino ko'rmoqchimisan? Davay kino ko'rma. Musiqa eshitmoqchimisan? Davay musiqa bilan rivojlantir. Ya'ni Ahadbey aytgan gap, ya'ni aniq texnika yo'q bunda. Sen aniq vokabulyar yodlashing kerak edi, kechgacha vokabulyarda o'tirma, yo'q. O'zingga mos kelgan texnikani tanla, o'zingga nima to'g'ri keladi. Kino ko'rmoqchimisan? Buni yomon joyi yo'q kino ko'rishda. Musiqa eshitmoqchimisan? Buni ham musiqa eshitish ham o'stirishga ta'sir qilmaydi demoqchimanda. O'zingga nima yoqsa, ya'ni qaysi senga to'g'ri kelsa, qaysi senga prefer bo'lsa, o'shani tanlab turib, lekin to'xtab qolmang ingliz tilida. To'xtab qolma. Xuddi shunaqada nima qilib Yes. o'rgan, lekin to'xtab qolma. Nima qilib bo'lsa ham o'rgan degan narsani o'zimga o'zim qo'yganman va hozir shunaqa qilib rivojlantiryapman. Ahadbey, 10 daqiqa qolibdi, 10 daqiqadan kamroq vaqtimiz qolibdi. Anaqamiz tugashiga. Sizdan bitta iltimos qilaman. Bitta qanaqadir shunaqa narsa qilishimiz kerakki, suhbatimiz oxirida o'sha siz savol berasizmi, qanaqadir narsa aytasizmi, o'sha narsani birinchi topgan odamga men o'zim shaxsan sovrin beraman, konkurs kitob sovg'a qilaman. Faqat bu kitobning nomini aytmayman. Qimmat kitob bo'ladi. Anchagina yaxshi qimmat kitobdan bitta sovrin bo'ladi agar rozi bo'lsangiz. Men savol berishim kerak. Yo'q, masalan aytishingiz mumkin, nimadir haqida izoh qoldiringlar deb. Va siz tanlayverasiz. Mayli, keling, nima deydi, ingliz tili haqida qanaqadir izoh qoldirsinmi? Ya'ni kim ko'p yaxshi izoh qoldirsa, o'sha odamga o'sha kitob sovg'a qilamiz. Okay, ingliz tilidagi eng zo'r o'qigan quote, ya'ni nima deydi o'zbekchasiga? Iqtibos, Fikr. fikr, Quote. Ha, Fikr. Hali gapiraylik, motivatsion gap narsa deydi. ha. Shunaqa. Bunaqadan men narsa qilib qo'yganman, chiroyli qilib kanalimga joylayman deb. Shundan bitta ikkitashini o'zim qo'yib qo'yaman. Xo'p, demak, sovrin shunaqaki, kim chiroyli o'shani Ahadbey o'zi tanlab beradi. Kim o'sha yaxshi izoh qoldirsa, shu ingliz tiliga oid qanaqadir iqtibos, o'sha motivatsion gap yozib qoldirsa, kimniki bo'lishi qiziq emas. O'sha odamga o'sha sovg'ani taqdim qilamiz. Preview. Ahadbey, demak, Xudo xohlasa 5 daqiqa ichida o'ligimiz deb o'ylayman. Blitz savollarni berib o'taman. O'qituvchi sizga yetib olishi mumkinmi? Self study qilib.
Ha. ALIS topshirish uchun minimal tayyorgarlik muddati qancha ALIS topshirish uchun minimal? Test topshiraman desa, 5,5 olsa ham bo'laman degan. 8 oy. 8 oy. Har kuni necha soat o'qish kerak ingliz tilini? Necha soat shug'ullanish kerak? Eng kam 4 soat. Vokabulari yodlashda eng yaxshi usul. Um, Artikel. Zo'r. Speakingda ko'proq gapirgan yaxshimi yoki to'g'ri gapirgan? Ko'proq. Band 9 olish uchun ingliz tilida fikrlab, ingliz tilida yashash shartmi? Men 9 olganman. Voy, zo'r gap. Eng zo'r ALIS resurs onlayndanmi yoki kitobdanmi? Eng yaxshi resurslar qayerdan topiladi? Onlayn. Zo'r. Eng qiyin bo'lim qaysi? Writing, listening, reading, speaking. Men uchun speaking. Eng qiyini. Eng osonichi? Reading. Zo'r. Speakingda kulib gapirish baliga ta'sir qiladimi yo'qmi? Yo'q. Zo'r. Xo'p. Grammatika yaxshi bo'lsa, writing ham yaxshi bo'ladi. Bu gap to'g'rimi? Ha. Chunki bir qismi. Writingdan tashqari 3 ta bo'lim. Shu 3 ta bo'lim ichida eng ko'p xato bo'ladigan bo'lim qaysi? Ya'ni chalg'ituvchi savollar tushadigan bo'lim qaysi deb o'ylaysiz? Sen. Listening. Zo'r. Xo'p. Hozir tavba yana savollar yozib qo'ydim men bu yerga. Faqat buni hammasini ham berish, уже savollar haqida berib bo'ldik. Speakingda fikrdan adashib turib, masalan, men fikr bildiryapman, lekin to'xtab qoldim, o'sha fikr boshqa bo'linib ketib qoldi. Bu balimga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Masalan, bitta fikr bildiryapman-da, yo'q, bu fikrim to'g'ri emas, balki boshqa fikr deb aytib ketsam. Bilmayman. ALISdan 7 olish ingliz tilini yaxshi bilishga kafolatliydimi? Ha, yo'q. Ha, yo'q. O'qituvchini tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Intiluvchan. Intiluvchanligini. ALIS topshirmasdan turib ham chet elga chiqib gaplashsa bo'ladimi, bemalol turistlar bilan? Ha, albatta. Albatta, zo'r. Grammar vokabullarlar bir kitobda o'qib yurib, ALIS topshiraman deb yurganlar, bu fikrga qanchalik to'g'ri bo'laysiz? Savol tushma. Faqat grammatika haqida vokabular yodlab turib, men ALIS topshirib yuboraman shunday deb yurganlarga, masalan, o'qituvchisidan topshirib yuboraman. Yo'q. Xato fikr. Xo'p, kursga qatnashib turib natijaga chiqmasa ayb kimda bo'ladi? Tushunmadim. Kursga qatnashyapti, o'quvchi kursga boryapti, lekin natijaga erisha olmadi. Misol, past bora oldi, o'zi kutgan natijani ola olmadi. Ayb kimda bo'ladi bo'laysiz? O'qituvchida yoki o'zida? 60% o'quvchi, 40% ustoz. Zo'r, rahmat Ahadbek, kattakon. Podkastimiz juda ham zo'r bo'ldi. O'rtoqlar, bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Birinchi podkastim Ahadbek bilan bo'ldi. Ahadbekga kattakon rahmat aytishgani uchun. Xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Savollarda, o'zimni tutishimda, gapirishimda qanaqadir to'g'ri tushuninglar, bu birinchisi bizda. Xudo xolisa, inshaalloh bunaqa podkastlarni davom qilamiz. Ahadbek, sizga katta rahmat. Shu vaqtingizni ajratganingiz uchun. Fikrlaringiz bo'lsa, podkast haqida, tilaklaringiz bo'lsa ham bemalol 2 daqiqa ichida bildirib olishingiz mumkin. Okey. Avvalambor rahmat katta vaqtingiz uchun. Umid qilaman podkastlaringiz doimiy bo'ladi. Ingliz tilini consistent bo'ladi. Va Xudo xolasa men tilayman oliy himmat bo'lishingiz, oliy himmatlik o'sha davomiylik. Xudo xolasa inshaalloh. Davomiylikni juda ham yuqori cho'qqisi va yuqori sifatlarda yana ham bu podkast rivojlanib, xalqimizga manfaatli bo'lishini tilab qolaman. Amin. Amin, rahmat o'rtoq. Xudo xolasa, mana savollar to'g'risini aytaman, men qo'limdagidek bera olmadim savollarni, chunki anchagina savollar qolib ketdi vaqtimiz chegaralanganligi uchun. Agar aktivlik zo'r bo'lsa, siz bilan ikkinchi podkast ham qilamiz, rozi bo'lsangiz agar ingliz tilida. Bu lekin keyingi safar faqat obunachilarimiz beradi. Ya'ni o'shalar savol beradi, shular savolga muhim bo'lgan savollarga biz sizga o'sha savollarni beraman va fikrlaringizni bildirasiz. Inshaalloh. Inshaalloh. Va yana bitta narsa, Koreya hayoti haqida ham alohida podkast qilamiz. Koreya hayoti, ya'ni musofirchilik yurish. Inshaalloh. Xudo xolasa, unga faqat 1 oy, 2 oylardan keyin inshaalloh bog'lanib siz bilan alohida podkast qilamiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa.
Ahadbey, vaqtingizga rozi bo'ling. Yana bir marta rahmat. Yaxshi kunlar ko'rishaylik, o'zingizni ehtiyot qiling. Mhm. Assalomu alaykum.